Men o'zim o'qituvchiman. Samarqand viloyatidan keldim. Ismim Rahmonqulova Gulmira. Shu Samarqand viloyatida 63-maktabda boshlang'ich sinf o'qituvchisiman. O'g'limda asosan gijjasi bor edi va bo'yi sal pastroqda tengdoshlariga nisbatan. Instagramda vitaminlarni qidirayotgandim. O'zi asosan shu gijjaga, bo'yga qarshi Muhabbat Qurbonova raqqosa. Shu kishi o'g'ilchalariga men reklama qilayotgan ekanlar. Shundan keyin qiziqdimda. Mahsulotlari juda yaxshi ekanda, ham ichida gijjaga qarshi, bo'yga qarshi immunitetni ko'tarar ekan, xotirani kuchaytirar ekan. Chunki o'g'lim kuni bilan xususiy maktabda o'qiydi-da. Maktabdan kelgandan keyin charchoqlari bor edi-da. Shu vitamin mahsulotini ichgandan beri lekin juda kuch-quvvatga to'la, hech qanday charchoq yo'q. Masalan, boshlaganimizga bir 2 oy bo'lgan bo'lsa, 2 oy ham emas edi. 3-4 santimetr bo'yi o'sganda birdan bilinadi. Ranglari ham o'zgargan. Shuning uchun yoqdi mahsulot. Vitamin mahsulotini sotib olgandan keyin shu Instagramda kirib reklamalarini ko'rib turdim. Marafon chiqib qoldi. Qiziqdim, qani men ham istoriya qo'yib, qani marafonda bir qatnashib ko'ray qani dedimda. Shu rasmga tushirdim-da. Shahram G'iyosovni marafoniga profilga qo'yib qo'ydim. Marafon o'ynayotgan bo'lgan kuni to'g'risi esimdan chiqqan ekan. Dars qilyotgandim. O'zi o'qituvchiman-da. Telefon bo'lib qoldi. Shu vitamin mahsulotidan sizga telefon qilyapmiz. Qanday bo'lyapti? O'zgarishlar bormi deyishdi. Keyin aytdim, "Ha, juda yaxshi o'zgarishlar bor" deb suhbat qilyotgandik. Keyin shu yerda sizga yangiligimiz bor. 4-o'rinda 5 million yutuq yutib oldingiz marafondan dedi. To'g'risi juda xursand bo'lib ketdim lekin. Mahsulotga gap yo'q. Bemalol olib foydalanishsa bo'ladi. Shu o'rinda bitta narsani aytayda, shu marafonni nimalarini qo'ydim-ku, storieslarini qo'yganimdan keyin menga boshqa viloyatlardan Instagramdan nimalar keldi. Lichkamga yozishyapti, "Opa, siz rostdan ham shuni olyapsizmi, ichkizyapsizmi, hech qanday zarari yo'qmi? Men ham o'g'ilchamga olib bersam bo'ladimi?" deb lichkamga yozishdi-da. Lekin tanimayman ularni, kimligini ham bilmayman. Men aytdim, "Nimaga bo'lmaydi? Bular hammasi vitamin kompleks, u bolaga kerakli narsa hozirgi zamonda. Bemalol olib ishlatavering" deb yozib yubordim. Chunki o'zimda natija bor-da, ko'rdim-da.